Yaxshi inson bo'laylik. Faqat namoz o'qimaylik. Faqat Ramazonda xatmida turish tushunmaylik islomni. Faqat o'lganda to'n kiyishingiz, turavering sportivkangizda ham bo'laveradi. Sportivkada kasm shunda yo dublonkada turib bo'lmaydigan joy, turavering bemalol. Do'ppiz yo'qsa mayli, yangi do'p olib kelmay ham qo'ying, turavering yalanbosham. Lekin vijdon bo'lsin, or bo'lsin, nomus bo'lsin. Payg'ambar alayhissalom aytganlarga musulmon har ishida mehribon bo'ladi deganlar. Sotuvchimisiz mehribon bo'ling. Oluvchimisiz mehribon bo'ling. Kamsida o'zi ham ana nima, achib ketsa, sasib ketdi deb sotuvchini ham dilini og'ritmasdan. Hamma ishda mehribon bo'ling. Erlik mehribon bo'ling, xotin mehribon bo'lsin, farzand mehribon bo'lsin, ota mehribon bo'lsin, shef, xo'jayin, rahbar mehribon bo'lsin. Hamma bir-biriga mehribon bo'lsin. Qachonki biz bir-birimizga mehribon bo'lamiz, keyin Alloh bizga mehribon bo'ladi. Agar bir-birimizga mehribon bo'lmasak, rahim qilmasak, bir-birimizni g'oyibona duo qilmasak, bir-birimizni poddershka qilmasak, Xudo bizni xorlaydi akalar.